funding bo'yicha ozgina gap ochdik. Endi hozirgi balki mana yangi startap qilmoqchi bo'lgan bir jamoalarga balki bo'ladi, 4 ta 5 ta odamdan boshlab. Hozirgi kunda mana O'zbekiston sharoitida pulni o'zi mablag'larni shu startapga qayerdan topiladi o'zi? Bo'ladi. Mana siz o'zingizni misolingizda balki aytib berarsiz. Ko'p bo'ldida o'sha startaplarga aralashgan. Men arzon aptekada ishlaganman ko'p vaqt. Yoqqa biz investor jalb qilganmiz chet eldan. Birinchi hech kim bilmasdi venture nimaligini. O'shanda o'qib o'tirganman venture nima ekanini. Hozir hamma biladi venture investitsiya nimaligini. O 2018-yillari bo'layotgan narsa 6-5 yil o'tib ketibdi o'shandan. Endi mana hozir уже O'zbekistonda bir nechta venture fondlar mavjud. Har xil startup garaj, startup laboratoriya, hamma regionlarda, hamma oblastlarda IT park ochildi, IT park filiallari bor. O'sha yerda borib o'rgansa bo'ladi. Birinchi navbatda hozir juda ko'p startaplarga berilyapti grantlar berilyapti. Prezident Tech Award bor. Prezident nomidan har yil o'tkazilayotgan konkurs. Unda ham yaxshi anaqalar beriladi, grantlar beriladi, investitsiyalar qilinadi.